Assalomu alaykum. Bugungi kunda qurilayotgan Comfort Plus xonadonlari zamonaviy arxitektura yechimlari, yuqori sifatli qurilish materiallari va qulay yashash muhiti bilan ajralib turadi. Bunday turdagi xonadonlar aholining kundalik ehtiyojlarini maksimal darajada qulay qilish uchun loyihalashtiriladi. Issiqlikni yaxshi saqlaydigan va shovqinni sezilarli darajada kamaytiradigan konstruksiyalar, keng va yorug' xonalar, shuningdek xavfsizlik standartlariga to'liq mos keluvchi infratuzilma Comfort Plus toifasidagi uylarning asosiy ustunliklaridan hisoblanadi. Qurilishning har bir bosqichi poydevordan tortib yakuniy fasadgacha sifat nazorati ostida olib boriladi. Bu esa kelajakdagi aholining farovon hayoti uchun mustahkam zamin yaratadi. Golden Lake ham aynan mana shunday toifadagi xonadonlarni taklif qiladi. Ushbu zamonaviy Golden Lake turar joy majmuasi Toshkent shahrining eng qulay hududlaridan biri Mirobod tumanida qurilmoqda. Majmuaning ko'lamiga va imkoniyatlariga qarab, u shahar ichida alohida yashil makonga ega bo'lgan, o'z infratuzilmasiga ega mustaqil turar joy hududi sifatida shakllantirilmoqda. Loyihaning umumiy maydoni 4 gektar bo'lib, u 10 ta blokdan iborat bo'ladi. Majmua markazda joylashgan oazis bilan ajralib turadi. 24 ga 7 video kuzatuv va xavfsizlik tizimi, mingdan ortiq avtomobillar uchun yer osti avtoturargohi, loyiha hududining atigi 28% qismi turar joylar, qolgan qismi esa yashil zona va jamoat hududlaridan iborat. Bu ko'rsatkichlar Golden Lake majmuasining nafaqat turar joy, balki yashash uchun ekologik, zamonaviy va xavfsiz muhit yaratishga qaratilgan yirik loyiha ekanini namoyish etadi. Bu oyda ham qurilish reja asosida davom ettirildi. A2A blok 9-qavatga, A2B blok 10-qavatga ko'tarilib, hozirda pol va ustun ishlari bajarilmoqda. A1A, A1B bloklari 9-qavatgacha ko'tarildi. Bu bloklarda ham hozirda pol va ustun ishlari davom etmoqda. B blokning yer osti avtoturargohida beton ishlari yakunlandi. Yer osti qismi bo'lgani sababli gidroizolyatsiya jarayoniga alohida e'tibor qaratildi. Hozirda ushbu blokda 1-qavat devor va pol ishlari davom etmoqda. Bu oy davomida amalga oshirilgan qurilish ishlari bo'yicha jami 4340 metr kub beton quyildi. Bu ko'rsatkich qurilish sur'ati va rejalarning barqaror bajarilayotganidan dalolat beradi. Bizni kuzatishda davom eting. Sizga beradigan yangiliklarimiz hali ko'p. Batafsil ma'lumot olish uchun sizni sotuv ofisimizda kutib qolamiz.